Assalomu alaykum, aziz hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent Kazan, Toshkent Nabережный Челны, Toshkent Nijnikamskiy, Toshkent Orenburg, Toshkent Almetinskiy shaharlariga primoy reys avtobuslarimiz do'stlar ko'rib turibsizlar. Sifatli reys va avtobusda kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda ishonchli raqamlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib kelib ketsanglar bo'laveradi. Mana avtobusimiz shart-sharoitlariga kelsak, avtobusimiz toza, pokiza, har bitta sidinaning orqasida o'zini zaryadka uskunalari hamda monitorlarimiz, ikkita monitorimiz 24 soat davomida ishlab turadi do'stlar. Hamda eng muhimi ishonch kameramiz. Ishonch kameramiz orqa tomon eshigimizda ham bor, hamda oldi tomon eshigimizda ikkita ishonch kameramiz ishlab turadi do'stlar. 24 soat davomida ishlab turadigan bezopasniy avtobuslar sizlarga xizmatinglarda do'stlar. Bemalol telefon qilinglar, bog'laninglar aka-ukalar, tanlovda adashmanglar. Toshkent Kazan, Toshkent Nabережный Челны, Toshkent Nijnikamskiy, Toshkent Orenburg shaharlariga, Toshkent Almetinskiy shaharlariga hamda seshanba juma kunga primoy reyslar Abu Sofiy avtovokzalidan to'g'ridan to'g'ri Toshkent Kazanda bo'ldi.